O'zbekiston Respublikasining Prezidentining topshirig'iga asosan 2026-yil futbolga qaratilgan raqamlashtirish bo'yicha hozir bo'limimizda, axborot texnologiya bo'limimizda har bitta futbolga oid hamma sport maktablarida va Andijon viloyatidagi jamiki bolalar milliy platformaga kirgizilyapti. 4200 dan ortiq bolalar platformaga kirgizilgan. Bundan tashqari Andijon viloyat assotsiatsiyamizni veb-saytini yaratilgan. Har bitta bo'limlarimiz bo'yicha qilingan ishlar va kelajakda rejalashtirilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari axborot texnologiyalar bo'limimizda hozircha milliy platformamizga har bitta Andijon viloyatining arenalari va sport maydonlari, stadionlar 1046 dan oshiq 1046 ta stadion xatlovdan o'tkazilgan. Undan tashqari veb-saytimizga shu platformalarimizga futbolga oid yangiliklar va kelajakda bo'ladigan ishlarni yoritib ketyapmiz. Va hozirda 4 ta tumanimizda va Andijon shahrida joylashgan futbol akademiyamiz va futbol maktablarimizda Bo'ston tuman futbol maktablari kameralar o'rnatilgan. Bu kameralar bo'yicha hozir ishlar olib borilmoqda. Bu kameralarimiz hozirda ishlamayotganlar nazoratga olindi va respublikada to'g'ridan to'g'ri onlayn tarzda ko'rilib turibdi.